Men telep qilganim-yu. Ya endi tortishganingiz foydasi yo'q. Qonun hamma uchun barobar. Bilasiz o'zingiz, hurmatli Rustam Po'latov. Vaziyat tinchmi Abdurahmonov? Ha, tinch emas. Nima bo'ldi? Mazangiz yo'qmi? Zalga chiqolman-ku. Trener yomon qiynayapti. Kimsiz treneringiz? Rustam Po'latovchi. Qayerdan ham ozaman deb seni gapiga kirib yomon qiynayapti. Siz trener emasmidingiz? Ha, trenerman. Ha, ana semiz qorni borlarni ozdirasiz, ha? Ha, sport nutritsiolog deydi. Ay, bizcha hammasi sport turida. Bizni boshliq ham sizni qo'lingizda trenirovka qiladi. Shogirdlar ko'p, tanimadim. Buncha kamtar insonsiz. Bu qorinchasi bor, yuzida holi bor, istarali inson-ku. Bo'lsa bordir, shogirdlar ko'p, tanimadim. Bir lichenangiz bor ekanmi? Bir necha kundadir ozdirib, nimadir qilaman deganmisiz? Ha, 21 kunlik sog'lom ozdirish. Ha, o'shanga boraman deb bechora bir burda bo'lib, hozir banishlik qilib, bansaxonada yotibsiz boshda. Buncha qiynagansiz, trenirovka qildirib, bu qanday qilib 21 kunda vez tashlash mumkinsiz? Bizda 21 kunlik kursda qiyin joyi yo'q. 10-15 kilo tartib bilan qilsa bemalol oziydi. Bunaqa bo'lmang. Hozir ishga ham chiqmaydi. Men qarang, bir o'zim ishlab o'tiraman mana bu. Xullas, tegishli tartibda sizga jarima qo'llaymiz. Qoida buzarligingizga. Mashinaning hujjatlari to'liq ekan. Bosib yuboring ptichka. Tanidim, Shuhrat Ochilibmi? Siz Abdurahmonov. Siz yetuvdilar. Ha, yo'q, meni ham taniysizmi? Ya, rahmat lekin, rahmat. Boshliq aytgan bo'lsa kerak-da. Sal kechikib qoldingiz-da bizni tanishga. Barmog'ingizni bosib yuboring. Boshliq kecha ishga chiqmadingiz-ku? Ha, treneringizni ishab oldim. Rustam Po'latovni. Ha, nima qilar ekan Rustam akami? Qoida buzib yurgan ekan. Shunda ushladim-da. Bizani boshliqni qiynagansiz siz deb. Men ham qiynab jarima yozib yubordim. Boplanman. Bo'plabsan. Moshasini nima qilding? Mashinasini esa jarima maydoniga tiqib yubordim. Senga tiqdingmi? Endi bo'lsa meni mayib qiladi-ku Abdurahmonov. Nima qilib qo'yding?